Husan aka, mana shunday sifatni ushlab qolish uchun qaysi texnologiyalardan foydalanish kerak? Foydalanish kerak bo'lgan texnologiya albatta zo'r bo'lishi kerak, rapatizirni bo'lishi kerak. Bizning mana shu issiqxonamizni hozirgi paytda 4-pokoleniya deb aytiladi. Hamma narsasi o'zi apparat sepadi, issiqligi, sovuqligini kontrol qiladi. Bizda avtonomno O'zbekistonning regionida standart ko'chat qurilishlar hisoblanadi. Bizda bundan tashqari yanada mana yaqinroqga ko'rsangiz bo'ladi. Bu bilan bu ko'chatning farqi bor. Bu katta kaseta hisoblanadi. Bizda O'zbekiston bo'yicha, respublika bo'yicha faqat bitta bizada hozirchalik. Bu mana bu bilan farqini qarasangiz, ikki xilda. Yana farqini shunda bilinglarki, buni bir xil ekalasini, bunisi bo'y pastroq, bunisi bo'y balandroq. Manada yanada sifatini oshirish uchun biz kasetani kattasini olib keldik. Bu nechtalik kaseta? Bu nechtalik kaseta? Bu 150 talik hisoblanadi. Bu 96 talik hisoblanadi. Ko'chat kolичествоsi kamroq, lekin sifati ancha yaxshi. Albatta sifatni birinchi o'rinda ushlab qolishimiz uchun biz shu katta kasetani olib kirdikki, ildiz sistemasi bunga nisbatan ko'proq, bunga nisbatan baquvvatroq. Menga bitta narsa qiziq bo'lyapti, Husan aka. Mana aytyapsiz-ki 96 talik, 150 talik. Sizga 96 talik sizga daromadingizni ancha qisqartiradi, to'g'rimi? Sababi 150 talik chunki katta bo'ladi, soni ko'p bo'ladi, yaxshi pul daromad topadi. 96 talik kasetani rivojlantirishda sizga nima foyda? Buni foydasi dehqonlar uchun foydaga ishlaymiz. Shu biz o'zimizni Furlan kompaniyani cho'qqisini bir xilda ushlab turish uchun biz o'zimizdan ustimizda ishlaymiz. Bundan foydamiz yo'q, nabor zarariga o'tiramiz. Chunki hozir aytganingizda bitta polkaga bunda ko'rsatingiz, bitta polkaga 50 ming ko'chat sig'adigan bo'lsa, mayda kasetada o'sha bunda 30 ming ko'chat sig'adi. Dehqonlar uchun ishlaymiz. Dehqonlarda qancha sifatli zo'r bo'lsa, kelajakda bu 1,5 gektar bizamiz 3 gektargacha olib chiqmoqchimiz. Shuning uchun sifatli ishlab turish uchun albatta katta kasetani olib kirdik.